Agar uyda changlarni artayotganimda mikroblarni o'ldirib ham dezinfeksiya qilib olaman desangiz, yarim chili suvingizga ozgina yod qo'shib yuboring. Agar oynadagi barmoq izlaridan charchagan bo'lsangiz, yarim chili suvingizga bir qoshiq уксус qo'shib yuboring. Oynalaringiz toza yaltillab qoladi, ham barmoq izlari umuman qolmaydigan zo'r oyna bo'lib qoladi. Uyingizdagi yog'och mebellarini tozalayotganingizda suvingizga bir qoshiq zaytun yog'i qo'shib yuboring. Mebellaringiz shunaqa yaltillab, yengidek bo'lib qoladi, даже o'zingiz ham hayron bo'lib qolasiz. Qora kiyimlar, jinsi, shimlarni yuvishda asosan kapsulalardan foydalaning, chunki ularning ishqori kam, hidlari zo'r, qo'shimchasiga ichida konditsioneri ham bo'ladi. Sevara opamdan olgan bu kapsulalar juda ham zo'r ekan, yarimi ko'k, yarimi pushti rangda. Kapsulalarning eng yaxshilari suvda tez eriydiganlari bo'ladi. Men sizlarga shuni ham ko'rsatib o'tdim. Xohlasanglar kir mashinada, xohlasanglar qo'lda kir yuvsanglar ham bo'lar ekan. Bu kapsulalarga juda ham katta aksiya ketyapti. Arzon narxlarda xarid qilib, sotib, biznesingizni yo'lga qo'ysangiz ham bo'ladi. Qo'shimchasiga sizga juda ham zo'r bo'lgan sovg'alar hadya qilinadi. Sovg'alar tartibini men sizga kommentda yozib qoldiraman. Istoriyalarimda bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Bunaqa zo'r imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun pastdagi Sevara Optim profiliga murojaat qiling.